burger semirtiradi yoki osh semirtiradi yoki o'sha xamirli ovqatlar semirtiradi. Ularni semirtiradi deyishning sababi shunchaki ularning kaloriyasi yuqorida. Yuqori bo'lgani uchun o'sha ularni chiqarib tashlab sun'iy ravishda kaloriya defitsiti yaraladi, lekin har doim emas. Misol bir xil aytadi-ku, shuncha dieta tutsam, xamir yemayman, non yemayman, fast food yemayman, lekin baribir oz yeyman. Chunki kaloriya defitsiti yo'q. Demak, asosiysi bu mana shu og'zimizdan kelib tushayotgan o'sha ovqatlarni, o'sha kaloriyalarni o'sha hisobini olib ovqatlanish. Hattoki faqat pechenka yeb ham olsangiz bo'ladi. Hattoki faqat fast food yeb, misol Amerikada shunaqa tajriba bo'ldi. Nechadir oy davomida bitta erkak, hozir aniq oy esimda yo'q, lekin o'sha u faqat burgerli yegan bir oy davomida va mana shu bir oy davomida u 10 kilo atrofida vazn tashladi. To'g'ri, hozir bu faqat fast food, faqat kola deyapman, lekin bu sog'lom ozish emas. Bu mutlaqo sog'lom ozish emas. Bu degani har kuni sizlar ham burger yeyiladigan emas, lekin baribir shuni tushuntirish niyatidamanki, что haqiqatdan ham biz hamma narsa yeb turib ozishimiz mumkin.